Assalomu alaykum. Bugun biz BYD bulut tizimi haqidagi top 3 ta savolga javob beramiz. O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqarilgan BYD avtomobillarining apparat jihozlanishi boshqa bozor uchun ishlab chiqarilgan BYD avtomobillarining apparatlaridan farqlanadi. Ular bir xil model bo'lsa ham, shuning uchun O'zbekiston uchungina yangilanishlar qo'llab-quvvatlanadi. BYD doimo o'z iste'molchilariga yanada intellektual funksiyalarni taqdim qilishga intiladi. Shu kabi funksiyalar doimiy ravishda BYD ning OTA tizimi orqali avtomobillarga yetkazib beriladi. BYD avtomobil SIM kartasi aloqa operatorlari bilan birgalikda BYD egalari uchun maxsus ishlab chiqarilgan. SIM kartani almashtirish BYD ilovasi, OTA va boshqa tarmoq funksiyalaridan foydalana olmaslikka olib keladi.